Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'k kapta sho'rpasining tayyorlash usuli va asos materiallarni tunishtirib o'tmoqchiman. Oldi bilan tunishtirganım bir dona ko'k kapta, zanjil, ashuki muvofiq miqdorda, shaqoqol bir dona, xurishlidan, tuz, oqmoch, bitqo, tuxum tanjari, chilangan kavovchin, qarmoch, qizil chilan, olqat, nuqut qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz endi bu kaptarning quyruqini chiqarib o'tamiz. Chiqarib o'tib, o'ttirdan yerib, kaptarning dumbi qismidan o'pkisini chiqarib o'tamiz. Biz endi bu sapol qochini o'choqqa solib, sovuq suv qo'yamiz. Ondan bu kaptarni sovuq suv solamiz. Biz bu yerda sapol qoch ishlatdik. Chunki sapol qochisiniki badanga aks ta'siri yo'q. Bu sho'rpim qaynab qoldi. Qaynagandan keyin ko'pikni olamiz. Ko'pikni elishki maqsad sho'rpni suzib chiqarish, ya'ni sho'rpni tozalashdan iborat. Orqadan tuzdan 2 bog'ich solamiz. Bir qaynagandan keyin zanjilni nepiz yaplash to'g'rab solamiz. Shaqoqol nihoyatda kuchli terma. Shuning uchun biz kuchdan bir qismini solamiz. Shaqoqol deganimiz hanzu tilda danguy deb atildi. Ya'ni qaytadan ko'pikni olamiz. Endi yumshatilgan yo'qni solib olaydi. Chunki bu chalib chiqqan kaptar bilan o'xshash chiqadi. Ondan yana bir ko'pikni olamiz. Orqadan kavachin suvi qo'yamiz. Qaynagandan keyin o'tni pasaytirib, tuz, yarim bal qo'shiq, oqmoch yarim bal qo'shiq, tetikqo yarim bal qo'shiq qilib aralashtiramiz. Siz bu kaptarning yumshoq qattiqlik qarta vaqtni o'zingiz belgilab sus o'tda oldirmay pishasini tayyor bo'ldi. Vaqtni to'shlatib vaqtni kaptar pishgandan keyin chilanning o'ttirni yerishni maqsad vaqti o'tgan o'tmaganini ko'rish. Ondan ovqatni silib orqadan ovqatni ham chiqarib yana bilmaymiz. Ashtoq suzib qaynatib bol piyozni ushoq to'g'rab solamiz. Orqadan oshlikni ushoq to'g'rab solamiz. Oshlik solish maqsad bu sho'rpaga ishlatgan butkul materiallar o't issiq bo'lib, har xil mijozdagi odamlarga mos kelgan tayyorlash maqsadida bu oshlikni ushoq to'g'rab solamiz. Bu sho'rpani har xil mijozdagi odam bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi.